klublarning foydasidan bittasi ham shuki, boshqalarning xatolarini o'rgansangiz bo'ladi. Yoki treningdan foyda ham shu. Ya'ni bu paradoks qanaqa yetish kerak? Misol uchun, siz aytdingiz, kompaniyada tizim bo'lish kerak, lekin bu yoqda bozorda ham unga salohiyatli odam yetishmayotganligicha. Yapon sizga o'zini tanishtirayotganda aytadiki, "Men ismim Akmal va falon joyda ishlayman" demaydi, aytadi, "Men Toyotadagi Akmalman." То есть shunaqa darajada, to есть u o'zini juda ham zo'r assotsiировать qiladi. Keyin aytamiz, bu bola eplolmadi dedingiz, ayb aslida o'zimizda bo'lar ekan shu payt. O'shaning uchun aytaman, tizimli xatolar ko'proq muammoga keladi, bolaning malakasida. Bozorda zo'r mutaxassislar ko'p. Hozir ro'b bo'lmayotgan bo'lsa ham, salohiyati bor bolalar ko'p. Prosta ularni topish kerak, ularni adaptatsiya qilish, ularni qiziqtira olishingiz kerak. Savdo jarayonlarini o'rganamiz, savdo jarayonidagi xatolarni aniqlamiz, lekin bu ham savdo bo'limi qurishda men o'ylayman, eng katta problema bilimsizlik. Eng katta problema boshqalar qilayotganini ko'rib takrorlash.